Nimaga ba'zi atirlar kun bo'yi hid tarqatib turadi, ya'ni uzoq turadi, boshqalari esa bir soatda tez uchib ketadi? Bizga shunaqa savol kelibdi. Xo'p. O'zi bu kichkina tema emas, lekin sizga asosiy momentlarni tushuntirib berishga harakat qilaman. Va buni asosiy sabablaridan biri bu albattagina atir o'zining tabiati. Misol uchun mana polkamizda Dolce & Gabbanadan Light Blue. Bu sitrusli, свежий, холодный aromat bo'ladi va buni turib berishi ko'p emas. Nimaga? Chunki tabiati shunaqa. 4-5 soat atrofida turib beradi. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Tizian Terenzida Kirki degan atir. Bu fruktoviy направление bo'ladi. Fruktoviy направление sitrusliga qaraganda уже ko'proq turib beradi. O'rta hisobda bir 8-9 soat bo'lib beradi. Va bu yerda mana yana bitta atir bor. Bu уже ancha og'ir qishki направление bo'ladi. Bu Kilianda Angel Share deb aytiladi. Vanilniy направление, misol uchun vanilniy, древесный направление, boshqa направление qaraganda bu уже ko'proq turib beradi. Ko'proq turib beradigan yana nima bo'lishi mumkin? Bu uduv atirlar, amriv atirlar. Bunga Black Afghan bo'lishi mumkin yoki men o'zim ishlatgan eng stoyk uduv atirlardan biri bu Born to Stand Out degan brend, Black Mango degan uduv atir bo'ladi. Juda ham og'ir va juda ham stoyk. Kiyimim o'zidan kiyimimni 3-4 marta yuvganimda ham hidi ketmagan.